Husanov nega zaxirada qoldi? Bu savol bugun minglab muxlislarni qiynayapti. Oxirgi o'yinda murabbiy asosiy tarkibni e'lon qilganida hamma bir narsani kutgandi. Husanovni startda ko'rishni. Lekin uning nomi zaxira ro'yxatida paydo bo'ldi. Tasodifmi? Yo'q. Buning ortida bir nechta sabab bo'lishi mumkin. Birinchidan, taktika. Ba'zi o'yinlarda murabbiy tezkor qanot yoki tajribaliroq himoyachini tanlaydi. Bu individual sifat masalasi emas, bu o'yinning rejasiga bog'liq. Ikkinchidan, rotatsiya. Mavsum uzoq, har bir futbolchini asrash kerak. Ayniqsa yosh futbolchi bo'lsa, ortiqcha yuklama jarohat xavfini oshiradi. Uchinchidan, ichki raqobat. Kuchli jamoada asosiy tarkib uchun kurash doim bo'ladi. Bir o'yinda zaxirada qolish bu futbolchining pasaygani degani emas, bu signal. Yanada ko'proq ishlash, yanada kuchliroq qaytish uchun signal. Va eng muhim savol, bu ishonchsizlikmi? Ko'rinishidan yo'q. Agar murabbiy umuman ishonmasa, u hatto zaxiraga ham kiritmasdi. Shuni unutmaylik, katta futbol sabrni talab qiladi. Balki keyingi o'yinda aynan zaxiradan tushib, o'yinni o'zgartiradigan futbolchi Husanov bo'lar. Sizgacha bu qaror to'g'rimi? Izohlarda yozing.